Birin-ketin do'konimizga assortimentlarni ko'rsatib ketamiz. Bitta moshinalarimiz skidkaga tushgan, hammasini ketma-ketligida narxlarini aytib ketamiz. 618 lar bor, mana yashil, yashil pushti, qorasi ham bor. Buni hozir yig'ib olib chiqamiz, oq rangi. Bular $150 dan qilib beramiz. Dastavkasi ichida, butun O'zbekiston bo'ylab borgandan keyin yo'l kirasi beriladi. Dastavkasi bepul. 4 ta motorli, yumshoq balonni, 2 yosh, 3 yosh bola ham bemalol sig'adi. 30-40 kilo bemalol ko'taradi. 12 voltga 12 voltga 7 amperli, 5 ta motorli bo'ladi. Ballonlari yumshoq. 1.700.000 ming so'm. Mana S63 modelimiz, 2 kishilik bu ham 4 ta motorli bo'ladi. Buni qizil rangi ham bor. Qizil emas deydi hozir. Buni qizil, qora ranglari bor. Li modellarimiz 1.700.000 ming so'mdan. $140 dan anaqa Toyota modellarimiz. Yaxshisi bu polik ichidan polik chiqargani. 901 modelimiz. Bular $140 dan. Mana usti avtokraskasi $150. Bunaqa bez kraskalari $140 dan, dastavkasi ichida. Bu ham juda ham baquvvat modellarimiz. 4 ta motorli, ballonlari yumshoq bo'ladi. 938 modelimiz. Buni qora, qizil ranglari bor. Buni 1.900.000 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavkasi ichida, tepa farlari, oldi labo'y tepasi ham oq, joyi ham yonadi, oq bo'lib, tumankalarigacha yonadi. Ballonlari yumshoq, rezinli. 2 kishilik bo'ladi bu. 1.900.000 ming so'mga ham 612 modelimiz bor. Buni yashili bor, qizili bor, qorasi bor. Bu ham 2 kishilik, 1.900.000 ming so'm. 2.200.000 ming so'mga mana 12-18 modelimiz bor. Bu ham 2 kishilik bo'ladi. 12 voltga 10 amperli katta motorli bo'ladi. Tep farlari, oldi farlar, hammasi, orqa farlar hammasi yonadi. 2 kishiga mo'ljallangan, ustlari avtokraska bo'lgan. Mana qora rangi o'shani. Ichi kengligi, ichi keng. Tezlik legrovkalari ham bor. Bluetooth fleshkada o'qiydi. 612 si bor mana bunaqa. Buni 1.700.000 ming so'm qilib beramiz. Toyota'larimiz bor. $180 dan. Bu litsenzionni original 250 talik Toyota'ning 2 kishilik bo'ladi bu ham. 819 modelimiz bor. Jeep varianti. Bu Mercedes varianti. Mercedes ham bilaman, qo'yib beramiz sotib olsanglar. Bularni 2.400.000 so'mdan qilib beramiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul. 3.50 ming so'mdan, $255 dan 24 voltligini qilib beramiz. 913, 903. Ya'ni 032 baggi modelimiz bor. Uni ham shunaqa $255 dan qilib beramiz. 24 voltligini, ustlari avtokraska, 4 ta mnaq temirli amortizator. Hadovi ham temirga qotgan 55 vatli, 24 voltga 7 amperli bo'ladi. Domlada tursanglar, mana bunaqa syomli bo'ladi. Akkumulyatorni olib chiqib ketib, o'zidan yo'qdan zaryadga qo'ysanglar bo'ladi. Yo, uchastkada katta joyda tursanglar, bu yoqdan zaryadga qo'yasizlar. Orqasida paroklar bor. Orqasida ham bola chiqib olsa bo'ladi. 2 kishilik, ichlari keng. Mana shu ichini o'zi 64 ga 60. 64 ga 60 nechidir-da, hozir aniqini o'lchab aytib beramiz. Obzorlari bor bizda. Aytsanglar tashib beramiz. Mana juda ham zo'r sotilayotgan, juda ham mustahkam modelimiz 1202 si. Qizil, qora, ustlari avtokraska bo'ladi. 12 voltga 10 amper. Katta motorda, juda ham baquvvat. Bu ham 2.400.000 ming so'mdan. Mana 8199 2.400 minglik qizil qora ranglar bor. Mana boshni ko'rsatdimi? Jeep bilan shuni analogi bu. O'shanga o'xshash boshqachasi. Oldi faqat ko'rinish boshqacha. $140 dan mana shu modellarimiz $140. 1.700.000 ming so'm chiqadi. 1.700.000 ming so'm atrof. Dastavkasi bilan aytgan joyligicha yetkazib beramiz. Mana mana shu yerdan o'sha yergacha 1.700.000 ming so'm, mana shu yergacha. 1.100.000 ga mana 1988 modelimiz. 1.300.000 ming so'mga litsenzionni original Porsche RAF modeli 911. 1.700.000 ming so'mga. 1.100.000 ming so'mga. 1.800.000 ming so'm. Bular boy li aytganimni. Mana buni 1.700.000 ming so'mdan qilib beramiz. Mana $180 ga anaqa litsenzionni BMW M4 qizili seriyasi bor. Aytsanglar, korobkadan yangi ochib yig'ib beramiz. 12 voltli. S63 litsenzionni monitorlari bor, 24 voltli bo'ladi bu ham. Maserati bu ham bor $280 dan. Aventador $280. Bu drift qiladigan model bor, usti avtokraska bo'ladi. Bu ham bor, bizda Sienna bor. Karting kelgan $280 ga. Mana bunaqa modelimiz ham kelgan. Bu drift qiladi. 24 voltli bo'ladi bu ham, 2 kishilik.
drift qiladi bu. Juda ham tez, tezligi bir 15 tezlik yuradi. Keyin eng baquvvat modellarimiz ham 1166 bor. Buni 300 dollar qilib beramiz. 1166 bor. Buni 230 dollar qilib beramiz. 2800 ming so'm chiqadi. Mana bunaqa modelimiz bor. Buni ichidan mikrofonlar chiqarib, yana baquvvat, orqasi temirli amortizator. 906 ni kichkinasida mana. 906 S kichkinasida. Buni kattasi ham bor. Bunaqa kartinglar bor, o'z pedalda haydaladigan mototsikl assortimentlarimiz ko'p. 209 lar bor, 2300 ming so'mdan, mana qizili, ko'ki, mana bunaqa. 258 bor, 1750 ming so'mdan chiqadi. Mana bunaqa modelimiz bor, 1.700 ming so'mdan. Enduro deydimi buni? Shunaqa modelida. Orqasida anaqa temirli amortizator ko'rayotgan bo'lsanglar 008 bor. 2400 ming so'mga pultli mototsiklimiz bor. 1.900 ming so'mga, 1.900 ming so'mga Goofy modelimiz bor. 2800 ming so'mga bunaqa modelimiz bor. Buni qizil qora ranglari bor. Usti avtokraska bo'ladi. 1.700 ming so'm. 900 mototsiklimiz bor. Orqasidan tutun chiqadigan. Bu ham 1.900 ming so'mdan. Bavani ham qora rangi bor. 2,5 million qo'yamiz. 205 dollar chiqadi. Assortimentimizdan bitta ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bemalol traktorlarimiz kelgan. 3.300 qilib beramiz buni. 24 voltli, 12 voltligi arzon, ancha arzon chiqadi. 12 voltligini 2.800 qilib beramiz. 24 voltligi 3.300 ming so'm. 1200 modelimiz 3.50 ming chiqadi, 255 dollar. Bu ham shunaqa narx chiqadi, sarig'i. Gelik assortimentimiz mana bemalol ko'rsangiz bo'ladi. 2188 qizil qora ranglari bor, 1.450 ming so'm. Mana bu ham 1.450 ming so'm. Buni qorasi ham bor, Brabus modeli. Ko'proq mashina olishyapti hozir klientlarimiz. 958 bor, 1.950 ming so'm. 2400 ming so'mga bunaqa 7188 bor. 2700 ming so'mga bunaqa Brabuslarimiz bor. Qizil, seri, qora ranglari bor. 6688 bor. 2400 ming so'mga 2 kishilik bunaqa Range Rover Autobiography bor. 12 voltli bo'ladi. 24 voltli mana 307 original litsenzionni. Porsche bor, RAV boygini, kichkinani kattasi bu. DK63 modellarimiz 460 dollar qilib beramiz. Hozir skidkada. Buni 300 dollar qilib beramiz. Katta mototsiklimiz bor. Mercedes GT, Porsche Panamera, Maserati 650 dollarga bunaqa 0.21 bor. 200 watt motor, bitta ballon tortadi, yurganda duv chiqarmay yuradi. Muraviy motori deyishadi, shunaqa motordan. Signallarimiz bor, drift qiladi. Mana bunaqa GTlarimiz bor. Bu 300 watt bo'ladi motori, juda ham tez model. Ichida monitorlar bor, monitorlar yechiladi, katta monitor. Ustiga yopadigan chexollar bor, AMG niki, poliklari ham o'ziniki bo'ladi. A500 Ravelto bor, Lamborghini. Bu ham bitta motor tortadi. Mana buni motor turibdi, bunda ham juda ham tez. Pulti bo'lmaydi bularni, buni pulti bo'lmaydi. Boy Porsche sarig'i, klassik modellarimiz bor. Audi, Horch, original bu ham. 8110 Rolls-Royce, Cadillac IQ bor. Mercedes GTlarimiz bor. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, shu pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul. Borgandan keyin beriladi puli, oldindan to'lov yo'q. Like bosib qo'yinglar.